Kayfiyatingiz yaxshimi xola? Kayfiyatim yaxshi. Nimaga yaxshimi? Kayfiyatim zo'r, faqat charchaganman. Hozir Tayloq tumaniga borib, bir ko'rganimda aylanib keldim. hozir kayfiyatni 100 qilamiz. Hammaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun bizda navbatdagi xursandchilik kuni. Navbatdagi obunachimizni 3 xonalik xonadonlarini mana notarius orqali nomlariga rasmiylashtirilib, endi buni sizlar bilan birgalikda tantanali ravishda topshiramiz. Biz va'da qilgan edik, bizning o'zimizda alohida bitta sovg'amiz bor. Samarqand uylari brilogga endi kim uy xarid qilsa, bitta brilog biz albatta qo'shib beramiz. Bu bizning o'z hurmatli uchun bo'ladi. Shunday ekan, onaxon sizni tabriklaymiz. Uylar muborak bo'lsin. Bunaqa uylar yana ko'p ulardan olib, mana shu uylaringizda yaxshi uylar bo'lishini chin qalbimizdan tilab qilamiz. Marhamat, hujjatlaringizni olasiz va mana shu kalitni ham sizga topshiramiz. Agar kuzatuvchilarimizga bir ikki og'iz tilaklaringiz bo'lsa, marhamat bildirib o'tishingiz mumkin. Rahmat. Samarqand uylari agentligi nomidan mana shu menga nima qilib gapirib berdilar shu narsalarni. Ularga ham rahmat. Mana shu oz fursat ichida bizlarga uylarimizni rasmiylashtirib, hamma nima dokumentlar bo'lsa shularni qilib berdilar. Rahmat Samarqand uylari agentligi nomidan. Mana bizlarga bergan bo'lsa, men ham ularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Xizmatlarimiz sizga ma'qul bo'ldimi, xola? Albatta menga ma'qul sizlarning xizmatlaringiz. Toza, sifatli xizmatlaringiz hammasi. Rahmat. Ishonch uchun avvalambor yana bir bor rahmat. Uylar bardavom bo'lsin. Ilohim. Yaxshi kunlaringizda ham xizmat qilish bizga nasib. Ilohim. Mana shunaqa gaplar bizlar.